Mavzimiz boshqaruvda gap ko'p deb nomlangan turkumdan Niderlandiya va O'zbekiston misolida 6-iyun 2026-yil qayg'usi O'zbekiston, da'vosi Turkiston bo'lgan azizlarim, qalaysizlar? Jonlimsizlar? Niderlandiya maydoni 41 000 kvadrat kilometr, aholisi 18 million, aholi zichligi har kvadrat kilometrga 517 kishi, aholi jon boshiga yillik daromadi 67.984 dollar. Dunyoda 11-o'rinda. Foydali qazilmalari yo'q hisobi. Niderlandiyaning og'ir sanoatini bir chetga qo'yib, faqat qishloq xo'jaligini ko'rib chiqsak. Niderlandiya qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport qilish bo'yicha AQShdan keyin 2-o'rinda. Qishloq xo'jaligida 1 million gektar ekin maydoni mavjud. O'sha 1 million gektar maydonda yetishtiriladigan mahsulotlari bilan 18 million aholisini boqib, undan ortganini eksport qiladi. Eksporti 113 milliard 895 million 457 ming dollar. Buxoro viloyati maydoni 40 000 kvadrat kilometr. Buxoro viloyati aholisi 2 million. Biz 40 000 kvadrat kilometrdagi 2 million aholini boqolmay, chetdan qishloq xo'jaligi chorva mahsulotlarini import qilamiz. Ular Buxoro aholisidan 9 barobar ko'p aholisini boqib, buning ustiga 133 milliard dollardan ziyod eksport ham qiladi. Niderlandiyaning qishloq xo'jaligidan keladigan daromadi faqat eksport bo'yicha aholi jon boshiga 6200 dollardan oshadi. Ana buni davlat boshqaruvi desa bo'ladi. Niderlandiya monarxiya davlati bo'lishiga qaramay, davlat parlament boshqaruvi asosida yuritiladi. Bosh vazir istasa ishga ko'chada, qarovulsiz, xavfsizlik kuchlarisiz, emin-erkin velosipedda kelib ketaveradi. Istagan do'koniga kirib, ro'zg'origa bozorlikni oddiy xalq kabi o'zi qiladi. Oilasiga na oshpaz, na qarovul yollaydi. Davlat hisobidan yuzlab xizmatchi tutmaydi. Erkinlik va demokratiya, huquq va adolat maksimal darajada ta'minlangan bunday yurtda osoyishtalik, farovonlik, har sohada kashfiyot va ixtirolar qiluvchi mutaxassislar yetishib chiqaveradi. Bular to'planib mamlakatning barcha sohalariga
ijobiy ta'sir ko'rsatgan. Xalqining og'zini qulflab, fikrini taqiqlab, muxolif qarashdagi vatandoshlari ta'qib qilinmaydi. Moddah va yaloqlarni byudjetdan pul ajratib, o'z xalqini miyasini yuvib manqurtga aylantirmagan, fikrga qarshi fikr bilan javob berishadi. Muddati bitdimi yoxud saylovlarda yutqazdimi, raqibining hurmatini joyiga qo'yib, vakolatini keyingi rahbarga topshiradi. Bundan davlat ham, millat ham yutadi. O'zbekiston maydoni 448 ming kvadrat kilometr. Aholi jon boshiga 4661 dollar. 134-o'rindamiz. Aholisi 38 million. Aholi zichligi har kvadrat kilometrga 77 kishi. Bizda qishloq xo'jaligida 4 million, ba'zi ma'lumotlarda 3 million sug'oriladigan ekin maydonlari mavjudligini aytishadi. Bizning qishloq xo'jalik eksportimiz gektariga 10 ming dollarga ham yetmaydi. Agar O'zbekiston ham Niderlandiya kabi parlament boshqaruvi o'tilib, to'g'ri asosda boshqarilsa, 160-170 million aholini boqib, buning ustiga 100 milliardlab dollar qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport qilish imkoniyati mavjud. Bunga barcha asoslar yetarli. Bunga ishonmaydiganlar bo'lsa, Niderlandiya haqidagi ma'lumotlar bilan tanishsin. Biz esa 38 million aholini boqolmasdan chetdan qishloq xo'jaligi mahsulotlari importini gullatib yotibmiz. Bizda rahbariyat qaysi sohaga qo'l ursa, o'sha sohaning rangi o'cha boshlaydi. Nega shunday? Chunki O'zbekiston prezidentlik respublika, yakka hokimlik rejimi asosida yuritiladi. Bitta shaxs nima desa, o'shanga asosan boshqariladi. Xato qarorlar qabul qiladimi, asossiz farmonlar chiqaradimi, butun bir mamlakatni cho'ktiradimi, muhokama qilinmaydi. Shikoyatga o'rin yo'q. Davlat hech bir kimsaning otasining mulki emas. Hech bir prezident davlat ham emas. Davlat xalqnikidir. Muddati bitdimi, hurmati borida ketmog'i kerak. Yo'qsa, avliyo bo'lsa ham davrning bitta silkinishidan axlatga uloqtiriladi. Hovuzga suv quyilib chiqib turmasa, hovuzning suvi ayniydi. Boshqaruv ham xuddi shunday. To'rtlik. Yevropa o'z nomin ko'klarga yozar. Bizlarda mardikor bozori qizar. G'arazning emchagin emib o'sganlar, o'lmasingdan oldin mozoring qazar. Bugunga shular. Turkiston ittifoqini qurish va uning ravnaqini ko'rish
barchamizga nasib etsin. Ko'rishguncha xayr.